Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala. Birinchi variant 20-savol. Teng mol nisbati olingan metil xlorid va etil xlorid aralashmasi natriy metal bilan ta'sirlashganda 6 gram metan va 58,5 gram natriy xlor olindi. Reaksiya natijasida olingan propan massasini aniqlang degan. Hop, demak bizda massa etanni massasi 6 gram. Natriy xlorni massasi esa 58,5 gram, ya'ni 1 mol. Hop. Propan massasini aniqlashimiz kerak. Metil xlorid plus natriy. Birinchi reaksiyamiz. Ikkinchisida metil xlorid plus etil xlorid natriy reaksiyaga kirishadi. Keyingisida etil xloridni o'zi natriy bilan reaksiyaga kirishadi. Hop, bunisida demak H10 plus natriy xlorid hosil bo'ladi 2 mol. Hop, bunisida propan hosil bo'ladi. Hop, bunisida esa etan hosil bo'ladi. Hop, umumiy aralashmadagi natriyni ko'radigan bo'lsak, necha mol bo'lsa, xuddi shuncha miqdorda natriy xlor hosil bo'ladi va xuddi shuncha, demak, vodorod, metil yoki etil galogenlar qatnashgan. Hop, umumiy aralashmamizni miqdori demak 1 mol bo'lsa, 1 molni taqsim 2ga bo'lganimizda 0,5 mol bizda metil xlorid bo'lgan. Endi bizda mana bu joyda 6 gram, hop 30 gram bunisi bo'ladigan bo'lsa, hop 2 mol x 6 ni 2 ga ko'paytirsak 12, 12 ni 30 ga bo'lsak 0,4 mol sarflangan. Hop, 0,4 mol sarflangan bo'lsa, o'zi 0,5 moldi. 0,5 minus 0,4 barobar 0,1 mol ortib qolgan. 0,1 mol demak propan hosil bo'lishiga sarflangan. Hop, 1 bu yog'iga 44. Demak 4,4 gram propan hosil bo'lgan ekan.